Haqiqiy erkak kishini yosh boladan qanaqa qilib farqlab olsa bo'ladi? Faqatgina shu 3 ta so'zidan siz farqlab olishingiz mumkin. Haqiqiy erkak kishi sizga har doim boramiz, olamiz, hal qilaman deydi. Yosh bola esa borarmiz, nega hozir shu narsa kerak? Hozir o'zimda muammolarim ko'p deb sizga javob beradi. Mana shundan siz haqiqiy erkak kishini yosh boladan farqlab olsangiz bo'ladi. Haqiqiy erkak bilan yosh bolani bitta farqi bor. Haqiqiy erkakda yosh bolacha gaplarni sizga gapirib o'tirishga vaqti bo'lmaydi. Sababi u paytda ishlayotgan bo'ladi. Jiddiy qilib aytadigan bo'lsak, haqiqiy ayol hech qachon yosh bolaga uchramaydi. Yosh bolaga faqatgina yoshgina qizchalar uchraydi. Haqiqiy ayol bilan yosh qizchalarni nima farqi bor? Bilasizmi? Haqiqiy ayol bugungi kunda haqiqiy erkakka faqat bitta narsa kerak ekanligini juda yaxshi tushunib yetadi. Bu narsani nomi mehr va mehrga faqatgina aqlli va haqiqiy ayollar ega bo'ladi. Siz haqiqiy erkak bilan yashayapsizmi yoki hali ham yosh bolalar bilan gap sotib o'tiribsizmi? O'ylab ko'ring.